Assalomu alaykum naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar. Piyastansi bilan Vaslivot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan nava programmasi. Aylık yıldızımızın Muallim Elektron Pen Texnik şirketi işlep çıkargan Android ahli iqtidorlik Uyg'urcha mashg'ulot sistemasi qo'llanilgan ko'p tillik lug'at izlash, o'tir boshlang'ich maktab darsliklarini chakma o'rganish, yondash mashq, sin darsxon qatorliq mo'l o'rganish iqtidoriga ega Muallim Belihbat bilan mukofotlaymiz. Belihbat yıllık çempiyonumuzning yarımız altın zıbızdan sağsızgi Bayraktar Karxana Baxtiyar Zagachilik Tukuni uzundan beri o'zini qo'llab kelayotgan keng xalqimizga rahmat aytish yusidan nova programmamizning yıllık çempiyoniga bir avtomobil sovg'a qiladi. Shundan bir vaqtda bizning oilamizga alohida imtiyozlar bor shunday qo'p. Xo'sh, undaqda biz musobaqamizni boshlab ketamiz. Nova programmamizning tunji o'tkili bizning naqshimiz. Ve aleyküm esselam. Assalomu alaykum. Rahmat. Qani, undaqda oldi bilan o'zingizni bir tanishtiraydim. Assalomu alaykum. Nova programmasining qizg'in ishtirokchilari. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'raman qarindoshlar. Men birinchi nomorliq Mayir Mavluddan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Kasbos. Men Şinjan Ma'arif institutininki adabiyot kasbida o'qiyman. Ay shu bir yer va men adabiyot o'qigancha gap qilishga urg'u. Turoq nasllari shunday yaxshi ifodalanganda gap so'zda. Hozir nechinchi yilda o'qiyapsiz? Hozir oliy maktabniki 3-yilga chiqdim. Yaxshi bo'ladi. Rahmat. Tilaymiz sizga. Sizga ko'p rahmat. Qaramag'ishdi. Undaqda ko'pchilik alqis sadollarimiz bilan 2-nomorliq mayrimizning saknimizni taklif qilsak, marhamat. Marhamat. Sap havalık turban Kel, 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 kel Sap havalık turban kel
Husnavalık sadiyanı kel 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 Husnavalık sadiyanı kel Gülcenat, aldı bilan o'zingizning salomini bergach, o'zingizni bir tunishtirib aytamsiz? Assalomu alaykum. Naq maydondagi barliq aziz ko'rurmanlar, shundoqla ekran oldidagi ko'rurman qarindoshlar, hammanglarga Pichan nahiya Lukjin 1-tur maktabning musiqa o'qituvchisi Guljanat Abobakirdan o'tliq salom. Nima dedingiz? Ha. Nim dars bersiz unda qo'ysa? Men musiqa dars berman. Ha, chiqib turdi, musiqa darsi berdigingiz. Sizning materiallaringiz ko'rgan vaqtida sizning bir ijodiyatingiz bor ekan. Sizlar oilada 7 jon ekansizlar. Uydagi 7 jonni 7 gulga o'xshatib bir naqsha yozgansiz deyman. To'g'ri. Shu naqshangizni kichik anglab baqamdiq. O'zingizning ijodiyatgan shunaqa. Ha. Anglab baqamdiq. Baqayli unda qo'ysa. Angla balam güherni alğuca Nislar üter bastin Bir ömür balam vatanda Elnin kalbide atam ulug' ustaz Nima qilsa sizga omad tilaymiz. Qarama qashtirib. Unda xusa tayir biz programmamizga qisqacha orqali qatnashgan talaylik abonentimizni tanlab chiqamdik. Bo'ladi. Cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan Aylansin. To'xtasin. Talaylik abonentimizning telefon nomeri 139 99 Yangi 32 42 muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Albatta sizga ko'ngil so'g'imiz bor. Sizning Shinjang O'g'izxon shirkati ta'minlagan erlar maxsus ichimligi, ayollar quvvat talqini O'g'izxon matonlari bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Yana bir talaylik abonentimizning telefon nomeri to'xtamasdan Aylansin. To'xtasin. Yana bir talaylik abonentimizning telefon nomeri 183 99 Yangi 60 24 sizga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Albatta sizga ko'ngil so'g'imiz bor. Sizning Shinjang Janon Sodi cheklanish shirkati ta'minlagan Shakila markali attir va Shakila girim buyumlari bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Muborak bo'lsin. Ana xo'sa bizning 3-nomerlik moyirimizni sahnaga taklif qilamdik. Bo'ldi, qani, marhamat. Marhamat.
Xo'sh, aldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz, Tursunka? Aziz Diyar Qarshidan herqasinglar o'tliq salom. İsmim Tursunjon Yo'lbos. Tursunjon Yo'lbos. Nima xizmat qilasiz aka? Men diniy ishlar xizmatini qilaman. Qarshiyar Noyilik diniy ishlar idorasida shundaymi? Ha. Sizningki programmamizga kelganingizni ham shaxsiy nomimdan, ham barliq xizmatchi xodimlar shundaqla ko'rmanlar nomidan qarshi olganligini bildirman aka. Boya Palanbaydan chiqish sal ansirdim. Sal qulaysiz bo'lib qolarmi? Hojatda yo'q ansirma. Ha, undan so'ng. Qarshiyadan keladigan odam Palanbayda. Men eng qo'l qo'yadigan odamlar mana shundoq Tursun akamdek odamlar. Bizni aymandirib yetadi, aka. Undaqda nava programmamizga siz har xil arzu-armonlar bilan keldingiz, Aqjan. O'zim kichigimdan shu milliy muzikalarga, naqshlarga qiziqib, o'zligimdan o'rganib, keng xalq ommasining ichida Qarshiya noyisininki ya Bag'rash noyilda Nuruz faoliyatlariga qatnashib, oxirida nava programmasini ko'rgandiki, voy bir berib qo'yam menmi? Ha. Deb dadam yo'l o'sib olganka nimadan qo'rqaydim men deb. Qoldim. Ey aka, yaraysiz. Tursunkamning ro'yi shunchalik jasurki aka. Ko'z tegmasin sizga. Keyingi bosqichlarga muvaffaqiyat o'tishingizga tilakdoshmiz. Sizga ko'p rahmat. Aka, rahmat tilaymiz. Unda bo'lsa, 4-mayimizni alqi sadolarimiz bilan bir taklif qilib baqsak, bizga qanday naqsha aytib berdi ekan? Marhamat. Marhamat. Aldı bilan ko'rmanlarga salomingizni yo'llag'ash, o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz? Assalomu alaykum, naq maydondagi hurmatlik baholig'izlar, hurmatlik aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Ekran oldidagi barliq aziz ko'rganlar, yaxshimisizlar? Men bugungi Yangi Nava programmasining 4-numurlik mohiri Nurbiya Ubuldan sizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Nim xizmat qilasiz? Men o'zim o'qituvchi. Ha, o'qituvchimi? Nim dars berasiz? Hozir maktabda musiqa darsi beraman. Ha, manda adam. Maktabdosh faoliyatlaringlar bo'lsa, o'zingiz naqsh etib, riyosachilikni o'zingiz qilgansizda. Ha. O'quvchilaringizga naqsh o'rgatish jarayonida baxo'shal bo'lib ketgansiz-a? Albatta, chunki men bu san'atni, bu kasbni shunchalik yaxshi ko'raman. O'quvchilarimni shunchalik yaxshi ko'raman. 2013-yili 9-oyda shu Shinjang Ma'rif institutiga qo'sh til bo'yicha tarbiyalanishga kelgan. Shu mening oldida o'quvchilarim
Meni çoğ meydanda arasıga erilip bilip koyup etmey meni. Çoğ darvazını takıptı da kılıp sebaptı. Hem sizgen jığlap, "Oma hanım hoş bulaylı ketmisler, sil ketmisler bizge kim ders berdi?" dep jığlap turup aldı. Men dedim de men bağandan keyin u yerda yangi narsalarni ögünüme, sağdaşlar. Kelgenden keyin sizlerge jiq narsalarni ögütüp koyma dedim. Şoňlan olar jığlap turup, "Ondaq biz hanımızdan bir talabimiz bar" deydi. "Ha dаңla" dedim. Desem, sizler aşu örümcek bağandan keyin çoqum nava programmamız qatnaslar. Biz sizning nava sahnasida ko'rishni, sizning naqshlarini, ovozlarini nava sahnasida anglashni xohlaymiz deb mush talab fikrini o'tira qo'ygan. Shu munosabat bilan men aşu umaq sabiy g'unchilarimningki talabini yerda qo'ymaslik maqsadida mush nava sahnasiga qadam tashlab qoldim. O'quvchilarimizning shu direktor bek cho'ng turib ko'pdir navoga kelishingizga. Bo'ldi, undaq bo'lsa, sizga utuq tilaymiz. Keyingi bosqichlarimizga muvaffaqiyat yetkazasiz. Rahmat. Qaramag'ashtiram. Hammalarga ko'p tashakkur. Bizning naqshimiz bosqichimizga eng oxirgi mayir o'zining qandaq esil nomerlarini olib kelganda birlikda ko'rib boqamdik. Rahmat. Körgünümüzün zarı mutlula, vay mutlula buldum sana yine balalık idi kim, vay aşna buldum sana ay uyadım, dağ bir dert dağ her nice dedindi ki sen dün belki ki günden beter mutluna, vay mutluna buldum sana ay ya dost dağ bir dert dağ hey ya sendin devasını sürgünü geldi. Sendin devasını sürgünü geldi. Sürgünü geldi. Qarşılarınız bilen kelginizini. Rahmat. Qash aldı bilen köpçilik bir salam bera alamsiz? Assalomu alaykum. Nova programmamiz qadam tashrif qilgan barliq aziz qarindoshlar, ekran oldidagi barliq ko'rinman do'stlar, kashinglar xayrli bo'lsin. Nova programmaga biz bilan birga o'rtoqlashganliginglardan chin dilimizdan shundaqlar Shamsiya acham, Ato'pa, Tayirjon shundaqlar barliq shu ish xizmatchilar nomidan shundaqlar cho'nqir oliy ehtiromimizni shundaqlar salomimizni yo'llaymiz. Rahmat. Undaqsa o'zingizni hozir nima ish bilan shug'ullanayotganligingizni bilib beramiz ko'pchilikka. Men hozir shu akamga yordamlashib, shu musiqa akkordlashtirishga shu ishlarni qilyapmiz. Undaq endi bugun kelishdagi asosiy maqsadingizni bir anglab boqaylik. Ko'pchilikning eng anglug'isi va gapning birisi shu, mayirlarimiz qanday maqsadda, qanday orzu-armonlar bilan kelgandi degan mazmunlarga, hikoyalaringlarga bakrak qiziqdi. Men kichik vaqtimda shu san'at oilasida tug'ilib cho'ng bo'libmiz. Biz ham san'at maktablarida o'qiganman bo'lsam ham, chunki shundoq muqomga, shundoq naqshiga ishtiyoqim bilan o'rganib, biz ham shu ko'pchilikning shundoq ota-onamning, ustozlarimning madadi bilan
Şu yeni nava programına katlaşkanlığımdan özümni şunda hem de baxtlik hem de şunda bir xil oyum yüzüp qalgandek bir xil His his qilyapman. İşlərinizə utuq diləyimiz. Ondaqda 5 numaralı mayırımız naqsını etib oldu. Əlbəttə, hazır hamımız bilimiz. Qalan mayırlarımızın səklimizi təklif qısaq, bahalıqçılarımızın qimmatli təklif fikirlərini alayımız. Qani, mərhəmət. Xoş, ondaqda hörmətli bahalıqçılarımız, xulqımız sizlərdə. Mərhəmət. Birinci numurluq mayırımız Mevlüt. Sizin orulagan naqşınız bizning naqşimiz. Bu naqşını icad etişi kim bilir misiniz? Sözü Talat Nasır'ın, müzikisi Abdülhakim Abdullah akimizning Abdullah Abdurrahim aytgan. Aldaki ikisi doğru oldu. Keyindikisi mi doğru? Ama sizden doğulgan yılınız 92 yıl doğulupsiz. Siz bir yıl 22 yaş kırdınız ben yıl atlansıda. Bu nakşın ömrü benim ömrümden uzun. Yaman konu nakşı bu. Abdülhakim Abdullah bizden ustazımız. Bizden nakşımızda Uyghur halkının muşu nakşısının ne kadar caranlıqlığını, ne kadar coşkunluqlığını, ne kadar güçlüklüğünü muşu nakşı arkalı təsvirlegen. Bu nakşa bizden ustazlarımızı tatlıktan mangiçe ügünüp kelgen bu nakşın şulik yaxşılık görüp yaxşı görüp de orulaşı naiti coşkun, yanrak, tetek, canlıq bulutti. Tekisi ne çıkıtım özgerdi, lekin azıqsız etip atkan tekislik asasiyatı muğumlaştı. Sizge koyduğun talep, nakşını yaxşı ettiniz Karamkam. Bu nakşı yaxşı nakşı bu. Şu qanday istiniz iş qilib, bu nakşı bizge yaxşı anılındı. Siz muşu nakşının başka uslupta etilganlıqını mı anlap baksınız? Buruk ustazlarımız qanday etkan bunu. Ben mi etkandım? İzlesiniz tepildi. Menden başka nur kılgan nakşılar bu nakşını etti. Ustazlarımız da Abdü Şakir'ini tatıp, Ebedilkan Muşu hemmisi etkan. Muşu ustazlarımız qanday etkan. Bu nakşılar qanday nakşı? Muştan da bir izinip bakın. Rahmet. Ahmet yarolsun sizge. İki nomurluq mayırımız Gülcennet. Turpanğı keldigen nakşı orladığız. Bu nakşı mı? Biz keng halkımız bek yaktırıp anlaydıgan turpan turpan nakşıları içinde icad et nakşısı mı? Ökel karakterlik bir nakşı oldu bu. Siz bu sahnege naiti eslaydılı çıkıpsız karan. Ma köynek şundak yakşı etles. Hazır mandak kiyim toğluk azırak bir gap koyay. Mundikinki erslesel dikkat kısa. Hazır etles köynekke etles doptu kiydiğen bir akval peyda alap kaldı ço. Nim doxavdın kiygenmese dopstum doxavdın kiydiğen etles olsa etlestin kiydiğen bu. Onda bu. Esli bana ne muşu. Kızların dopsu muşu dopu bular. Biktili boğan, şekilini boğan. Bunu hazır dopunu mu aşı kiyimini maslaştırıp xalığınca layelep takıldığım bu gitti. Şundak yaxşı bir Uyghur kızının obrazını sahne gelip çıktınız. Nakşını şundak yaxşı ettiniz. Avazınız şuna cay şuna keldiken. Sizin avazınız tazı bir yıkımlı kırbayır kandası. Azırak akıbey. Nefis kum kağız var o. Nefis bir kum kağız var. Sılaklaştırma burada bir kum kağız. Şunda çıktı ken. Bu mu acayip testi bir avaz. Bana şundak bilindi. Nakşını yaxşı ettiniz. Ahmet Yarolsun. Üçüncü numaralı mayırımız Tursuncan efendim. Ben böyle tenkense kara. Selleş küteyli aşkımız. Selleşek bomba. Kaçan Lican tamam sen kaçan kar soğuş yere türdü gözü. Akbaş generalın aldı bunlar aktımızak etik taşlarına gidip kalkıp gitti. Beyza var. Beyza var. Beyza var. Yaxşı yaxşı. Cürütün acayipken. Sen bu nakşını nait yaxşı ettin. Avazının tüse, nakşı etiş teknikan o bu cəhəttin sözülümsek mi? İşqib şu nakşını nait mükemmel, yaxşı etip orlayaldın. Yani bunu oldu ki, menin sezgen azırak iş, tenkeş müzikisi sel çıngıp gitti. Yani dike sel yaman cık kalaymi qarak. Bu taz yaxşı, pakız, bu nakşılar anda cık neresinde içilişinin acıdı yok. Bir şüttetli müziki bilen azırak bir nesini ketipla, nait iyinik. İnik çıkırış gerekti de. Sağım Ahmet yar olsun. Rahmet. Bizim 4. numaralı mayırımız Nurbiye. Sizden emkarlaşışçılarınız şundak yaxşı. Bir keçilikine bir otursak xeyli bir yaman emas salmığa bir numara qo'shash çoğun optu bu. Mening sezginim avazınız şunda yaxşı ken. Muqaddimida
Bala deşti ara Mecnun meningdeki. Madak ma macık gitti. Meningdeki. Memiş devran. Madak memiş gerek o. Memiş de madak kasım olmaydı. Bu şimdi siz cık anlap verin. Cık anlasanız, şimdi siz eleysiz. Ahmet Eros'unuz mu? Mübarek. Bizning Toqsunning Dardaq muqami, bizning Turpan muqamidan ayrim yeni bir muqami o ya. Ha, shundoq. Bu naqshlarni yaxshi etding. Purak shivlarni shundoq yaxshi, mukammal. Muqaddimasini shunday yaxshi etding. Oldidagi cho'ng'nayqim qismi ekan, keyingisi biroz sho'x qismi ekanda. O purak shivlarni shunday joyda bek yaxshi keldi. Anandan keyin qishingdagi qiz inta yaxshi o'ynayotgan usul. Sening bu o'rilgan nomeringga o'sniga bir o'sni qo'shdi-da. Salomat olsun. Rahmat. Birinci numaralık Mayır, Mevlüt. Avaz şaraytınız buludu. Müzikalik işbadlaş cəhətdimi normal. Tanılğan naqşınız taza avazınızınki. Haqiqi artıqçılıqını taza körsütüp berənmegen. Keyinki basqıçlarda naqş tanlashda sel oylanıp görün sizge təklifim. 2 numaralık Mayır, Gülcennet Ababekri. Avaz tüsünüz yoruq, avaz şaraytınız mı yaxşıke. Səhnədəki qiyafətiniz mi, naqş ularga mas, şundaq coşqun yaxşı boldu. Səhnə kiyimləriniz mi şunçilik yarışıpdı. Əmdi muşu naqş etişini söyən, köyən işkənimiz bolsun muşu. Avaz ilmide teximi köp izlenin. Sizge Ahmet yar bolsun. Rahmet. Tursuncan Yolvas aka, hoş gəpsiz. Aldı bilen sizin gayretinizge barakallah. Sizin bu muzikalik seziminiz yaxşıke. Avazınızdan torba, bir xil muğu ba. Sorayman degen naqşını yaxşı o'rinladınız. Sizge Ahmet yar bolsun. 4. numaralık Mayırımız Nurbiye. Avaz şaraytınız şunçilik yaxşı. Avaz tüsünüz yoruq. Anlıplı turupta avazınız yuqur avaz dairesi təvəki. Usul cəmiraqlarınız şunçilik nəfs usul hərəkətləri bilən sizin umum keyfiyyətini ait yuqur götürdü. Əmdi sizge bu təklifim baydap öttünüz şunçilik yaxşı görmə, sənətini, naqş edişini dəp. Yaxşı görgən işkənsiz çoxu toğru avaz çıxırış qaydaları ilmide teximiz sistemilik, mükemmel tərbiyelenişke köngül bölsünüz diye ümittimin. Buldu, rahmet. 5. numaralık Mayırımız Mübarek. Muxtar. Mübarek Muxtar. Dardaq muqamıdan araya orladınız. Avaz tüsünüz yoruq, avaz dairiniz mükken, avazınızdan torba, müzikalik seziminiz mi yaxşıke. Sizdeki kemçilik taze umumi keyfiyat tüven bop kaldı. Yana aşı usul kızımız bilen teximi köprek maslaşkan bolsunuz, meningçe naqşının bədii qiymeti teximi yuqur kötürülgen болады diye ümittimin. Həmminglarga Ahmet yar bolsun. Birinci numaralık Mayır'ın avaz dairesi otur avaz tüsüge türek mas keldi ekan. Bu 50. yılların ahırı icat kılıngan naqşa. Bunu en çağlarda naqşımız sövet san toldu tümen qavat degen tekstler bilen aytkan. Keyin endi muqimlashqini mush Talat Nasır'ın teksti bilen muqimlashdi. Asasen naqşın ait qizg'in kayfiyat bilen, coşkun ruh bilen aytilishi kerak. Bay Dilshod aytgandek. Lekin hozir bu naqsha kayfiyat tuvan bo'lib qoldi-da, naqshininki estetik qimmati yo'qolib ketdi desak bo'ldi. Mush taraflarga buningdagi mush naqshini aytsangiz, mush tarafga alohida diqqat qiling. 2. nomerlik Mayır naqshini yaxshi aytdingiz. Müzik sezimingiz yaxshi ekan. Endi mening demoqchi bo'lgan yana bir iltimosim, bu so'zlarni olganda texmi chiroyli talaffuz qilishga diqqat qilsangiz bo'ldi. Rahmet. 3. nomerlik Mayır'nınki avaz dairesi bir qadar keng, avaz tüsümü yaxshi. Müzik sezimi yaxshi. Endi boya dedik so'zlarni aniq bo'lmay qoldi, chunki muzikaning kuchi ovozingizni besib ketgan. Biroq muzikalik o'yintishlaringiz mardona, erlar xos mardona bo'ldi. Bu tarafdan yaxshi bo'ldi. Ahmet yar olsun. Rahmat. 4. nomerlik Mayır'ın avaz dairesi bayı yuqorida deb o'tilgandek bir qadar keng, ovoz takshi, tüsümü yaqimliq, süzikkan. Endi navo muqamininki bosh qismini, jo'la qismini aytdingiz. Endi muqam keliplashgan. Endi shu keliplashgan tarafini shuningga sodiq bo'lgan holda ijro qilishimiz kerakdi. Sizdagi shu o'yintishlaringiz hozirgi zamon naqshlardagi do'lqinlatish taraflarini kirgizyapsiz. Shu tarafini bu taraflarga diqqat qilsangiz texmi yaxshi bo'ldi. Sakindimi qizg'in kayfiyat paydo qilamiz.
Rahmat. 5-numurluq Mayer'ning ovozi nihoyatda jonliq. Muqomni, Dardoq muqomini, bosh qismini, oxirgi qismlarini nihoyatda yaxshi, jonliq ijro qilib berdingiz. Hamkorlashishingizmi yaxshi. Hammanglarga omad yor bo'lsin. Programmamızın birinci ötkili muvaffaqiyatlik tamamlandı. Undaqda naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar bir paras qilib baqsanglar, 5 mayrimizning sadi kim bizning bu haftalik yulduzimiz bo'la oladigandir. To'g'ri paras qila olsanglar, albatta mukofot qo'yamiz ba. To'g'ri paras qilgan talabalik tomoshabinni Jungodagi 3A darajalik ishonchli korxona Shinjang Paxta Sodi chekli shirkati ta'minlagan 3A darajalik iste'molchilar rozi bo'lgan mahsulot sapta va alaydi sovg'at hasli bilan mukofotlaymiz. Paras qilib baqsanglar. Menimcha 5-numurluq Mayer bugun haftalik chempion bo'ldi deb qarayman. Menimcha 2-numurluq Mayer birinchi bo'ldi deb qarayman. 4-numurluq Mayer deb o'ylayman. Rahmat sizga. Menimcha 1-numurluq Mayer birinchi bo'ldi deb qarayman. Menimcha 3-numurluq Mayer birinchi bo'ldi deyman. Qadrli do'stlar, albatta hammamiz bilamiz Nova programmamizda eng oxirgi tanlash huquqi yana naq maydondagi qora ko'zlarda. Qadrli ko'rman do'st, kanalni yo'tkamay turing. Qisqa e'londan keyin natijasini birlikda ko'rib. O'tgaldagi 5 mayrimizdan qaysi 4 mayrimiz ikkinchi o'tgalga muvaffaqiyatlik o'talaydigandi. Undaqda qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni elib, naqsini eng yaxshi aytdi deb qaragan mahirga bilet tashlashni boshlasanlar bo'ldi. Bilet tashlash jarayonida o'zingizlar yaxshi ko'rgan mayrning ratnurini to'xtamasdan to'lsanlar bo'ldi. Bu balkim uningga omad olib kelishi mumkin. Bilet tashlash Başlandı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Natijalarni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Keyingi bosqichimiz qadam qo'ygan mayirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tövanga tushib, ikkinchi bosqichda taklif qilsanlar, muborak bo'lsin. Nim gapingiz hozir deydigan. Mag'lubiyat g'albining onasi degan gap bor. Men hargiz o'kinmayman. Mushu munosabatda meni beqib cho'ng qilgan mehribon ota-onamga, qarindoshlarimga, shundaqla meni mush Navoga chiqish xotlab bergan Olimjon qatorliq do'stlarimga, shundaqla sinib mudirimizga chin qalbimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Undaqda biz endi programmamizning ikkinchi o'tkiliga o'tib ketamiz. Nova programmamizning ikkinchi o'tkili Zeherde sayrıgan bülbül Endi say ayırmaz bildi canım Endi say ayırmaz bildi canım Baştaki öldürüp yalan derdim ayrılık Göz çağlar
Mungdaş verime geldim dostluğuna Derdin bolsa et yarım yar gulla örgülüme Mungdaş verime geldim dostluğuna Yar gulla dostluğuna dostluğuna Yar gulla Kalbalagan günümden dostluğuna Görüşni oyla Mahallenge bar menizde Şigindin ketelmestin Derizanni çekelmestin Avar men veslin tiler Seni sığıngan Yürgüm sersan Mini veslinge Yetkizgin canım Kelsen külü Navada bir kül Bağlarında Bahar gelgende Saçlarınga konup ötsem Yüzlerine suyup ötsem Bahar dikilmeyin şamalda Kıynar yürekni Seninsiz hicran Yüzüm yolunda Killersen kaçar Seni sığıngan Yürgüm sersan Mini veslinge Yetkizgin canan Kıynar yürekni Seninsiz hicran Gözüm yolunda Killersen kaçar Yanına olsa, bağlı sazlarınki bizniki mahirlar bergen bahalarını alab ötken bolsak. İkinci numurluq mayirimiz Gülcennet Ababekri. Elektronluq realda iki xil uslubdaki muzikani o'rinladingiz. İki xil muzika hamda asos mahorat mashqlarini xeyli ko'p qattiq talab qiladigan muzikalardan bay deb o'tdim hamda xalq suygan o'qituvchi bo'lish uchun o'z kasbiga pishiq bo'lib qolmasdan shuningga munosabatli kasbiy bilimlar universal sapa cho'qim ustun turish kerak. Siz qarashda ko'rinib turdi. Bu jihatda xeyli ko'p bosh qatirib o'tibsiz. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. 3 numurluq mayirimiz Tursunjon Yo'lbos aka. Bu bosqichda dutar chelib el xalq naqshlardan chatma o'rinladingiz. Naqshidagi shiva, piroqlarni asos jihatdan hamda to'liq ifodalandi deb o'ylayman. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. 4 numurluq mayirimiz Nurbiya. Lapar ip kapsiz ma bosqichda. Endi lapar bu bizning Uyg'ur san'atimizdagi bir yorqin ulga.
Sizmi o'g'il qarindishingiz bilan xeyli yaxshi moslashib, asos jihatdan to'liq o'ynab tugatdingiz. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. 5 nomerlik Mahir Muborak Muxtar. Bu bosqichda baya milliy uslubda naqsh urilgandingiz. Endi ma bosqichda ommabop uslubda naqsh ep kelibsiz. Bo'pti, bu o'zingizdagi bir farq, o'zingizga qo'yilgan bir talab bo'pti. Naqshnimi to'liq hissiyat bilan, muzikalik hissiyatlarimiz shunday yaxshi, ko'tarangi ruh bilan yaxshi urilib tugatdingiz. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. 2 nomerlik Mahir, asosan san'atdagi universal alayligingizni ko'rsatishingiz nihoyatda yaxshi. Nihoyat yaxshi bo'ldi. 3 nomerlik Mahir o'zining hamkorlashuvchilari bilan milliy chalg'ular orqali ili naqshlarini ijro qildi. Nihoyat yaxshi ijro qildingiz. Lekin o'sha ili naqshlariningki nozik inchki muzikalik o'yintishlarini ifoda qilishingiz nihoyat o'lchamlik bo'lmadi. Har bir jotningki naqshlarining o'ziga xos talabi bor. Mush taraflarni to'liq ifoda qilib kelsangiz texmi yaxshi bo'ldi. 4 nomerlik Mahir Yorigullar degan laparni o'ynadi endi. Shundaqla harakatlarni ifoda qilishimi, harakat shaklimi nihoyatda yaxshi bo'lgan. Uning ustiga o'zining amrosi bilan moslashchanligimi nihoyat qizg'in. Naqshada, sahnada nihoyat qizg'in kayfiyat paydo qildingiz. Omad yor bo'lsin. 5 nomerlik Mahir Janon nomli naqshini yaxshi aytdi. Naqshiningki mazmuniga mos muzikalik hissiyatni birlashtirib, naqshini nihoyat jonliq ifoda qilib berdingiz. Bu taraflar yaxshi bo'ldi. Hammanglarga omad yor bo'lsin. 2 nomerlik Mahirimiz Guljannet, siz bayatın asas yettin. Çaldığınız bazı yerlerde kolunuz azırak fıtlaştı. Demiş degende bu sende azırak oduq şu yüz verdi. Çokum onu sınıptı mayarı çağındı yaxşı çalıştı. Onu gözüm hitidi. Ahmet yer bolsun. Tursuncan efendim, yaxşı dutta, tembir, gijek, keyni, gitar qitlipti bunga. Asas yettin bu naqshlarning puraqshi ve orulash nimesini yaxşı egellepse. Şundaq zoqilib aldık. Ahmet yer bolsun sana. Rahmat. Bizim 4 nomerlik Mahirimiz Nurbiye. Siz Yarigulla namlıq bu leperini oynadınız. Jigitler. Erkekler sal qalaymakan. Bir juğucan bu qalganda. Yalqı çoğ mundaq jigitning qizning erkek yo'g'an nereden kelgan mundaq bir merdan jushqana emas. Biz bir yig'il qalganda bunda bir tushirib qolsiz. Sizning mimikingiz shunday yaxshi. Rahmat. Ahmet yer bo'lsin. 5 nomerlik Mahirimiz Muborak. Birinci bosqichda muqam o'rlagan tangdardaq muqamini bizning Uyg'ur xalq shu bunday sahnik asl qadimiy kiyimlarimizni kiyib. Ikkinchi bosqich cho'qim boshqa bir talantni ko'rsash kerak edi. Amsa uni qilmading, naqsh etding. Meningcha sen ikkinchi bosqichda qilganing birinchi bosqichga qat'iy o'xshamaydi. Nima degan chog'da ikkinchi bosqichdan kiyim kiyishing o'xshamaydi. Aytgan naqshang birinchi bosqichning iç uslub bilan o'xshamadi. Sen bir yeni bir uslub bilan shunday g'albilik yaxshi o'rilding. Rahmat. Sağ olun Ahmet Erbusun. Hammalarga Ahmet Erbag'ay. Rahmat Ilsatga. Rahmat Ilsatga. Tomoshabinlar halqiliq paytlarga qadam qo'ydik. Bu bosqichda kim chiqib ketib qolar, kimlar 3-bosqichga qadam qo'ya? Hamma ish sizlarning qo'linglarda. Unda qo'sa qo'linglarga bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan Mahirningki rap nomerini yuqori ovozda to'lab bilet tashlasanlar bo'ldi. Unda qo'sa bilet tashlash başlandı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kaynalarga o'tib natijalarni ko'rsanlar bo'ldi. Natijalarni ko'rib baxsanlar bo'ldi. Muborak 3-bosqichga qadam qo'ygan Mahirligimizni qizg'in muboraklaymiz. Muborak bo'lsin. 3-bosqichda tayyorlik qilsanlar bo'ldi. Marhamat. Tursun aka. Shaxsan men bundaq bir natija bo'ldi deb o'ylamagandim. Nima o'ylab baxmagan? Bu uttirish bo'ladi bu. U bo'ldi shu. Lekin ko'nglimiz bir xil yerim bo'lib qoldi Kamila eshikimiz. Bir şeyga chiqib, tomoshabinlar bilan, televiziya oldidagi ko'rarmanlar bilan bir ko'rish, milliy muzikani o'zim yoqtirib chep, mishaga chiqib, qasonga bir namoyon qilib, bizning ustozlarimiz o'tiribdi. Shundan bir talab fikrlarni bir elish men uchun g'animat. Rahmat. Rahmat. Bunda bo'lsa keyingi bosqichga o'tib ketamiz. Bo'ladi, bizning keyingi bosqichimiz Qarindoshlar.
Xushkepsizlar. Oldi bilan bir qarindoshlarni tanishtirib o'tamsiz? Bu yoq mening bir qursoq inim Umarjon, bu yoq navr inim Sodiqjon, bu yoq navr inim Odiljon, bu mening bir qursoq inim eng kichigi Usmonjon, bu yoq mening o'g'lim Alqutjon, bu bir qursoq singlim Mehriay. Hammalarni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Sizlarning oiladagilarning san'at jihati xil ortiqchiliklari bor ekan-a? Mushu qarindoshlaringizning yurak so'zi bormidi sizga? Mushundaq sahnada turib, siz bilan birlikda nomer o'rindadi, sizni qo'lladi. Undaq bo'lgan ekan, cho'qim yurak so'zi bor-ku deyman. Men mush munosabat bilan mushuk fursatdan foydalanib, ajamga utuq tilayman. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Keyingi bosqichga muvaffaqiyatga o'tishingizga tilakdoshmiz. Aramaga Qarindosh mehmonlardan gullar eksilsin. Rahmat sizlarga. Ikkinchi nomerlik mayimizni taklif qila olamiz. Bo'ldi. Qani? Marhamat. Bu Nurum bo'lib chiqqan bu yigit kim bo'ldi? Bu yoq mening shu Ma'rif institutida tilla bilim oshirayotgan saboqdoshim Yermuhammad bo'ldi. O'zi G'uljidan. Rasmiy Nurumga. Nimda tushdi deyman tekada turib olsam. Bir xil qarsamni bir Nurum chiqayda. Bir yer bor, G'uljid o'xshama. Sizni qarshi olamiz. Qarindoshim, bu nomerni tanlashdi. Nurg'un nomerlarning orasidan tanlab oldinglar aqjam. Mush nomerni tanlashdagi sababinglarni ozroq tushuntirib bering. Chunki men kichigimdan tortib shu xalq naqshlarining orasida cho'ng bo'lgan. Meningki xalq naqshlarini yaxshi ko'rishimga eng cho'ng turtki bo'lgani meningki hurmatlik anam. Anam bu naqshni shunchalik yaxshi aytadi. Men kichigimdan tortib anamning anglab aytib bergan naqshlarini anglab cho'ng bo'lgan. Shu sababdan men shu xalq naqshlarini anglashga ham o'qishga shunchalik amroq. Xalq naqshiga alohida ishtiyoqingiz bor ekanda. Rahmat sizlarga, utuq tilaymiz. Rahmat sizlarga. Qarindoshlar, bosqichimizdagi eng oxirgi mayirimiz sakimizga chiqdi. U qarindoshlar bilan qanday nomer olganligini birlikda ko'rib boqamiz. Marhamat. Marhamat.
bağlarım Gülge tuldu sendu bağlarım Bağlarım Ötsen de sevi çağlarım Çağlarım Gülge tuldu sendu bağlarım Bağlarım Durma Bersumu cennet Geçemeymen senin vatan Bir bana Bersumu cennet Geçemeymen senin vatan Geçemeymen 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 senin vatan Geçemeymen 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 senin vatan Öz ilidin keçken emez Geçemeymen senindin vatan Öz ilidin keçken emez Geçemeymen senindin vatan Geçemeymen 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 senin vatan Geçemeymen 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 senin vatan Geçemeymen senin vatan Muratcan, qarshi olamiz programmamizga kelganingizni. Rahmat, rahmat. Bu birinchi qatim kelishingiz emas lekin, a? Uchinchi qatim. Uchinchi qatim kelishi. Muratcan, qarindoshlar bosqichida. to'g'ri. Do'st og'aynilarga hamkorlashib kelgan bu qatim mana bugun rasmiy o'zining inisi qarindoshiga yar yulak bo'lib, hamdamda bo'lib programmamizga qatnashdi. Qarshi olamiz Muratjan. Rahmat. Iningizga ko'ngil so'zingiz bor, Aqjan, anglab baqaylik. Qanday natija bo'lsin, men xalqqa yaramliq shu bir san'atkor bo'lib chiqqin deb shu bundan kutadigan umidim shu. Bizni beqib cho'ng qilgan ota-onamizga, ko'ptungi otamga, opamga shu yezliq o'tir maktabda Xoliq muallim deb bir muzika o'qituvchisi bor-ku. Shu hamda meni shu G'ofur muallim, Xoliq muallim qatorliqlar shu meni ko'p jaboyimni tortgan-ku. O'z vaqtida cho'qim meni birisi opamiz bo'lmaydi degan to'ylarga. Bular shu mening japarimni tortib so'g'uq demay, ashunaq japarimni tortib shu sahnalarga kelgicha, albuki ishkimizning japarini tortib keldi. Men bu ustozlarimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman, rahmat. Rahmat. Demak, mushtaq farzandlarni mushtaq o'zining ixtiyori bo'yicha, o'z orzusi bo'yicha tarbiyalanishiga hurmat qilgan ota-onangizga, ham sizlar uchun ajr singdirgan shu ustozlarga albatta rahmat aytishimiz kerak. Jafokash ota-onanglarga yana bir qatim hurmat bildiramiz. Salom yo'llaymiz. Salomat bo'linglar. Undaqda qolgan mahirlarimizni sahnamizga taklif qilsak, baholovchilarimiz nimalar deydi ekan anglab boqamiz. Marhamat. Marhamat. Xo'sh, hurmatli baholovchilarimiz. Marhamat. Bizning 2-numurlik mayirimiz Guljannet Zimin degan bu Turpan xalq naqshisini o'zining bir qo'saq qarindoshlari bilan, navroqlari bilan aytib fayz o'rlab edi. Muzikasimi o'rlashdi shunday yaxshi chiqdi, ravob shunday ustiki akalari.
Sınısı bilen işkisinin avazım şuna maslaşıptı. Bu baskışta pek yaxşı orladınlar. Size Ahmet yar bulsun. Rahmet. İkinci numaralık mayırımız Nurbiye. Ğunçam dramımızdan araya edip kepsiz. Hakikaten sahnede bir cüp muşu Ğunçam Nurum'dan ibaret bir cüp yaşının obrazını bizge müşahede yaratып berdiniz. Pek muvaffakiyetli çıktı. Sizge Ahmet dileymen. 5 numaralık mayırı özününki qarindishi Muratjon bilan kecholmayman degan naqshini haqiqatan yaxshi muzikalik hissiyot bilan mazmunni yaxshi ifodalab yaxshi ijro qildingiz. U bo'libmi? Bu Muratjonning sizga hamkorlashib berishi, qo'shimcha akkord chiqarib aytib berishi, mush kecholmayman degan naqshingizni xeyli yuqori saviyaga ko'taradi. Ahmet yor olsun. Qadrli tomoshabin do'stlar, hammamiz bilamiz, eng oxirgi tanlash huquqi yenilar naq maydondagi tomoshabin do'stlarda. Undaqda qo'lingizga elektronlik bilet tashlag'ishni elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan, qobiliyatni eng yaxshi joriy qildirdi deb qaragan mahirimizga bilet tashlashni boshlaysanglar bo'ladi. Bilet tashlashni ilgari qisqa e'lon ko'ramiz, e'londan keyin javobini tang ko'ramiz. Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, hammanglar qo'limizda elektronlik bilet tashlag'ishni elib bilet tashlashni boshlaymiz. Bilet tashlash boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Natijalarni ko'rib baxsana bo'ldi. Natijalarni ko'rib baxtinglar. Xo'sh, keyingi o'tganlik muvaffaqiyat ko'rgan mayirlar muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Nimalar degingiz bog'liqni bir anglab boqaylik. Men hozir shundoq baxtli deb o'ylayman. Chunki biz mush 5 balni chopaliq tarbiyalab, mushu kunlar erishtirgan marhum otamga rahmat aytaman. Shundoqla bizlarga ota opib kelayotgan japoyimizni tatgan opamga rahmat aytaman. Shundoqla qiyin opamga, meni yaqindan qolgan yo'ldashimga, xizmatdoshlarimga, rahbarlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Apangiz Naqmaydan keldi shundaqmi? Keldi. Qani yerdimiz qayerda? Assalomu alaykum ada, yaxshimisizmi? Salomat tilaymiz. Qaysar ana, salomat bo'ling. Rahmat ada, rahmat. Bo'ldi, sizga texnik zo'r xushalliklarni tilaymiz. Mangu shundoq kulib turing, bilamdi? Rahmat sizga. Rahmat. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, bu Sannava programmamizning eng oxirgi o'tkiliga kirish oldi turyapmiz. Bizning eng oxirgi o'tkilimiz haftada bir yulduz. Yurtimiz
sen dedim uqtan dikip hayranlıqla sen bu dedim uqtan dikip çın bulganda yad edin vay adem yoqdan dikip hayranım melek Allah ey men hayran sana hayran o'timiz yaman uni tatmay ilojim yo'q uni tatmay ilojim yo'q olamniki zimjirsam sinimdan boshqa yorim yo'q hayronim melek Allah ey men hayron sana agar ostonidin kelsam ussuzluq tutarsanmi ussuzluq tutarsanmi ussuzluq tutarsanmi bir sivetçi cemilip vay oldumda çıkarsanmi hayranım melek Allah ey alimen hayran sana yarim hayranım melek Allah ey alimen hayran sana yarim alimen hayran sana yarim Eng axirgi o'tkilimiz muvaffaqiyatli tamomlandi. Undaqda oldi bilan ko'rib baqadiganimiz programmamizning bosh qismida 5 nafar mayirimizning kimning haftalik yulduz bo'lganligi faraz qilinganda 2 nafar mayirimizni haftalik yulduz bo'ldi deb faraz qilgan tomoshabin do'stimiz qayerda o'tadi ekan ko'rib baqaylik. O'rningizni bir turib yotgan bo'lsangiz, ko'nishga olgan bo'lsa, to'g'ri sudi cheklik şirketi ta'minlagan top davo alaydi sovg'atliq hasili bilan mukofotlaymiz. Demak, mush 2 nafar tomoshabin do'stimizning biraylarning farzi to'g'ri chiqdi degan gap. Eng oldi bilan taratqular vakillarining kim uchun bilet tashlaydiganligini ko'rib baqamiz. Bizning bugungi 400 numurlik mahirimiz uchun qo'lidagi qimmatli 10 numurni berishni xohlaydigan taratqular vakillari taqdimizni ko'tasak. 1 2 3 4 40 numur muborak bo'lsin. 5 numurlik mahirimiz uchun bilet tashlashni xohlaydigan taratqular vakillari 1 2 3 4 o'xshash 40 numur muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mayirimizdan biraylar Abdulik Yulduz bo'lib qolsa, ularning mukofot bo'yimi katta shunday qo'ramanglar. Abdulik Yulduzimizni Kuchar Yanardağ Sodi cheklik şirketi ishlab chiqargan Koreya texnikasi bilan alayda ishlangan to'xluq sho'rtuz ko'pisi bilan mukofotlaymiz. Albatta, ikkinchi bo'lgan mayirimizga ko'ngil sog'imiz bor. Ikkinchi bo'lgan Manakim Bio Pan Texnik şirketi ishlab chiqargan 800 yuan qiymatidagi xalqaro GNP o'lchimida ishlangan oqsil talqini va ko'p xil vitaminlik oqsil talqini bilan mukofotlaymiz. Aylık yulduzimizni Şinjan Muallim Elektron Pan Texnik şirketi ishlab chiqargan Android aqli iqtidorli Uyg'urcha mashg'ulot sistemasi qo'llanilgan ko'p tillik lug'at izlash, o'tir boshlang'ich maktab darsliklarini chakma o'rganish, yandash mashq, sin darsxona qatorliq mo'l o'rganish iqtidoriga ega Muallim Belihpat bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempiyonumuzni diyarımız Altın Subizna sahasındagi Bayraktar Karxana Şinjan Baxtiyor Zargarchilik tuguni uzundan beri o'zini qo'llab kelayotgan keng xalqimizga rahmat etish yuzidan Nova programmamizning yillik chempioniga bir avtomobil sovg'a qildi. O'z fursatda programmamizni yaqindan qo'llab, ayol riyosatchilarining kiyimini ta'minlagan Adil Sotsari 3-qavat favori kiyim-kechaklarni maxsus setish do'koniga shundaqla o'g'il riyosatchimizning kiyimini ta'minlagan Gul Shahri to'y kiyim, to'y girim shaharchisiga alayhi rahmat etamiz. Shundaqla
Riyosatchilarni pardozlagan Xo'shim Gullik udildagi to'yg'u, to'y girim, to'y suratchiligiga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Shuningdek bilan birga programmamizni alohida qo'llagan Xushalliq to'y mulozimat markaziga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Haftalik yulduzimizni tanlab chiqish oldida turyapmiz. Qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni elib o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlashinglar bo'ladi. Albatta, bu joyga bir qisqa e'lon qisqa. Kim bizning bu haftalik yulduzimiz bo'la oladi ekan? Bilet tashlash boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muborak bo'lsin. Bizning bu haftalik yulduzimiz maydon keldi. Muborak bo'lsin. Albatta, nova programmamizga yiqimliq naqshlari, yaxshi nomerlari bilan hammamizga ma'naviy zo'q ato qilgan barliq mayllarimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Qanondaqda baholg'uvchilarimizni bu haftalik yulduzimizga nova nomqisini yetkazib berishga taklif qilamiz. Marhamat.